Ko'zingga qarab chiqmaysanmi? Uzr aka, ozgina ko'rmay qolman. Bugun xursandchilik kuni edi. Men bor uzr aka, men sog'man yaxshilik ko'rishingni. Hadi, qattasiz? Ha bolam, tishdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otam, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat bolam. Bugun mashinani olganimga 20 oy bo'lgan ekan. Oxirgi to'lovni olib bordim. Notarius orqali nomimga mashina o'tkazib berdi. O'shanga bedana koplarni olib, bir shvetskiy stolga banket qilib o'tiramiz. Akam sizman deb xursandchilik keldim. Assalomu alaykum akajon. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Chiqib odamlar bilan o'tirib turibman, hozir chiqaman. Xo'p, tinchlik ekanmi-da? Bugun uyimizda xursandchilik kuni ekan. Uka bedana kop olib kelgan ekan. Mashina ham tepda, mazaq yeymiz endi. Qani olchi bolam. Onangizmi-da? Ha, ota bola. Maza qilib dardlashib o'tiribsizlarmi? Ke bolam, ol sana. Rahmat. Olinglar o'zinglar ham, olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bular bolam, qo'y ishga qarab yor, kimdir chaqiryapti. Atajon, men hozir o'zim qarab boraman. Kelinglar aka. Nima xizmat? Qanani belavuz aka? Tinchlikmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Akangni chaqirsang keyin bilasan. Hozir chaqiraman. Aka, Yo'lab ber. bir minut qarab oling. Xo'p. Menimcha sizlar qidirayotgan bola boshqa. Mana akam bular bo'ladilar. Ha, Lutfulla, bormisan? Aka, men ham bolalar oldi. Bunaqa jim turibsiz. Akangni qarzi bor-da, shuning uchun gapira olmayapti. Isbot dalilingiz bormi? Isbot deysanmi? Mana o'zing ko'r. Ukada videoga olmasanglar bo'lardi. Hop, qarzini qachon berasan? Qilib beraman, aka. Qachon? 5-yiga qilib beraman, aka. Akamni sizlarda nechta qarzlari bor? 4,5 ming qarzi bor. Tushundim aka sizlarni. 2014-yil Spark mashinam bor. Menimcha 4,5 ming dollar ketib qoladi. Nomiga o'tkazib beraman. Akam bilan olinglar ochib bo'ladi. Bo'ladi, ovur. Kelishdi bo'lmasa. Kelishdi, mashinani kalti ichida. Aka, men sizga o'zi kimman? Ukamsan? Akani muammosi, ukani muammosi. Ukani muammosi, akani muammosi. Uka hech qachon akasiga dushman emas. Mani aybimmi deb mashinangni berib yuborganing bekor bo'ldi-da. Siz o'rningizni men bo'lganim. Siz nima qilgan bo'lardingiz aka? Haqiga ish qilardim. Xudo xolasa, mashinani hali undan so'rlarni minamiz. Aytgancha adamlik indamay qo'yavering. Ishlaganmi bolam? Ha, tinchlik. Bro, adashib kelib qopti. Adashib kelib qopti degan bolam? Ha, adajon. Adashib kelib qopti. Aka, uka, oqibatlaringga ko'z tegmasin. Ancha katta bola bo'lib qolsan. Ha, otaman. Buni hammasi sizni bergan tarbiyasi. Men nima qilsam ham siz ko'rsatgan yo'lingizdan ketyapman. Xudoingizga shukr otam. Eng keraklisi akam bilan meni baxtimga aka urushishi mumkin, ammo dushmanlashmaydi. Talashishi mumkin, biroq begonalashmaydi.